Bu filmni Orgofi İpek Dala Aqsılık yüz yaptığı alayda qollagan. Orgofi. Bak bana. Nime bu nime? Siyazga materialmamış o? Nime bu nime ahlak bu? Kanday yazınız bu ne? Kalınız bağ mı yok mu? Oğlanın karnınız gözünüz kıl ettirmiş nesine? Nime? Kıldıgan iş yok mu? Kılanısınız kılan kılamısınız. Ne yapasınız babam siz? Wow, başla. Oy. Sizin işte hopuğa aletleriniz mi? Beş mu? Sizin ağzınız bek kaldıkçı mı? Hey, sizden paramız Mening ismim Zübeyde. Başlıqımdan nazarda men onun ko'ziga qadalgan bir mix. Lekin mening ko'zimga ma o'lmaydigan Nadira mixdek ko'rindi. Bu bir mening chiroyli xizmat ishlarim intayin yaxshi. Vaqt qarashdan boshqa hamma narsa yaxshi. Bir oy ichida 28 kun kechikib qolsa 2 kun ruxsat so'raydi, tig'i ichimni siqib taxsikash. U taxsikash. Lekin mening oshiqim Rifatning Nadiraga qarashlarini ko'rsam, faqat chidayolmayman. Hiç uygun gelmeydi. Ben Rifat'ni yaxshi ko'raman. Rifat Nadirani yaxshi ko'rdi. Lekin meni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Ko'nglingiz qattiq yerim-g'o. Yerim. Kim bo'ldingiz? Bana bekrak qarab yo'qa. Meni faqat ko'rib qolish kuchim yo'qmi? Mesele'den bir şey şu. Ay ben ne coşkurdum ben. Hazır kız toyu kullanmayı jürvattım ha. Ay ya bir oğamın karmısı ama. Ya jürey desem benden bulmuşsun. Nim bu kadem ben. Hocam. Demak, sizning jalb qilish kuchingiz yo'q degan. Yok gel şu köydünüz. Buningmi amali bor. Ama ne? Liman malba. Mana bu xislatlik anar suvi. Siz buni ichasiz dunyodagi eng jalbkor qizga aylanasiz. Adem aldı bana akay. Min ben sop kadına böyle kaldınız mı? Oy sakmen. Ishibdim. Ishibdim. Hocu acep çalıp kapıgım işip gitti. Adam aldı. Bunlara bulamdika. Ben sizga dedim-g'o. Siz buni ichasiz dunyodagi eng jalbkor qizga aylanasiz. Просто что хастлısın. Rost. Siz buni ichasiz dunyodagi eng jalbkor qizga aylanasiz. Ağzınız yerlik tuttu o. Keşke su yoksa nasıl çıkılamlık ya.
olmaydı o Rifat. Bir kızana siz gönderdim ki asan emas. Ma'qul. Ha, nimlige yaxshi sharbatning orasida unimi paka. Emizcu, kes saat yetib göreceğiz. Ha, qanday Zubayda hamsa? Ila. Zubayda endi isqotiman juma. Endi Sizning meni burunimda bayqagan da ko'p qolaylik hozir. Endi isqot. Ashta bilindimi? Shu men sizga bir narsa demoqchidim. Ha, qanday da? amaliyot. Voy, Proyekt chiroyli qilibsizlar. Nadia yaxshimi? Yaxshimi, Voy, yaxshimisiz? topasizlar. Chiqinglar, yuribotmag'ansizlar. Yo'q, xato tushunib qolganlar. Ikkimiz tomoq yeylik ekan. Ammo bo'lsa Nadia, agar siz tomoq yeylik ekan bo'lsangiz, bilaylik hamsa. Endi Zubayda qanday qaraydi-ki? Qanday bular? Ishkimiz yelik qolamiz bo'lmasa. Ma'qul. Bo'ldi, men Zubayda bilan o'tiray. Zubayda bilan o'tiray. Ma'qul, ma'qul. Yaxshiyam, sizni omroq tomoqdan aka. Ashtama. Ilon Nadia chaqirib. Yaxshi. Rahmat. Ha, ilon. Vanma. Sizning nima Rifat? Ha, ma'qul. Nadin keldi bu bir maylashtirib. Tushlik o'riqlayman, tomoq yemayman degan odam bu yerda o'ltirib olib, bizam, bez. Bekonlik bo'ldi ya bugun. Ha. Ay vaqtni birga berib qopdim, sen mong'ashtiray. Ashtama. Ma'qulsiz. Mong'ashtiray. Qolgan gaplarni chiqib olmagan deyishaylar. Men opurtmayman. Yo'q, bo'ldi. Yo'q, opurtmayman. Ya uy yiqilib tursam ketaverman, nima qilamiz xo'sh? Ma'qul. Xo'sh, yo'l diqqat qilamsa. Xo'sh. Rifat, Nadirani yaxshi ko'rgansiz a? Am nima deymiz? Buchu qarang. Tanho sevgidim do'q. Lekin mening yaxshi ko'rganimni bilmaydi. Kaqapsiz bu. Ha, u mendan boshqalog'im qaraydi, qarang. Unda biz faqat bo'lmaydi, meni ham yaxshi ko'rish kerak. Boshqalarga qarg'il qo'ymaydigan, faqat men ham ko'rinadigan, meni ham yaxshi ko'radigan. Ashta sharbatingiz bormi? O'tinib qolay, cho'qinma. Qancha pul ketsin mayli. Namsa. Mana. Ammo bu sharbatni uzun ichmaysiz. Shu boshqalarga ichkizibsiz. Ma'qul. Rahmat namsa. Rifat, Voy. siz kechda ishlayapsizmi? O'zbekda siz ketmabsiz bu. Shu men bu kechda ishlagan shunga. Hey, men siz qahva damlagandim, ichinglar kechda charchab qolgansiz, qachon qo'yib. İşke şatron. Ben çünkü ekracım ha. Ben hoş ketdim. Pek yaxshi yo'q. Uzoq yurib yurib, ay, o'ylasam da. Voy, mana Zubayda ham keldi. Yaxshimi? Size. Ha, men hozir tekshirishni ishlaydim. Haras qahvarangiz bek tamlik bo'pti, rahmat. Bek qo'yib turib, shunday so'zlar Hamma aytib. ishchiratdim. Nima bo'ldi? Neymiş çuvalsız bu ne? Ben sizge girmegen tutsam. Ben isteyir tutsam bunu. Nima Zubayda. bo'ldi? Noyda bir qahvasini ichib olganga nima qo'xshash ketmaydi-ku? Mushdan tayyorlab tikanda. Zubayda. Bugun tomoqlarni hamda o'zingiz ko'z qilmoqchidan tayyorlaymiz. Rahmat Zubayda. Bak o'xshabdi. Hoş oldunuz mu? Bak hoş oldum. Rahmat Zubayda. Hech kim menga bundoq sizdek yaxshi muomala qilib boqmagan. Rahmat.
sihatsiz? Shu hozir uxlay deb. Nima ish bo'ldi? Men o'zmo. Qaras, qahvarangiz bek tamlik bo'pti, rahmat. Sharbat kuchini ko'z tutdi-da. Tushingizni ko'rishaylik bo'lamdi. Tushingizni men ko'raman, ha? Men sizni ko'raman. Nima ishda bo'lib ketdi bu? Orgofi. Sen so'qimdingmi? Yo'q. To'xta, hozir. Va? Ko'z o'qsam yaxshi ko'rindingizmi? Yaxshi ko'rindim. Narini yaxshi ko'rindingiz? Narini yaxshi ko'rindingiz? To'xtang. Tugmoz ichilib qoldi. Bek chiroyli qaysiz Zubayda? Rost bek chiroyli. Seni yaxshi ko'rmadim. Bakçalık yolculuğu mu? Ko'rishibdimi? Ya? Biskit olgan bir ne? Ziyana oldu. Ben yiyeyim ziyana mısın? Ziyana. Ha ziyana. Ayla. Ishlab qo'yganman. Rifat. 现在是上午7点，目前看来是个阴天。 Benim canım, benim canım. Mening jinim. Qo'ydim bu yerda. Ha, o'tiribdi ba. Chiqaq. Pek umoqsi bo'ldi. Yotgan holtingizni ko'rib, men sizni texmi yaxshi ko'rib qoldim. Bir suyg'oq. Qo'y tura. Menda qilsa Nadira faqat chidiyammi deb ko'zim kirishyapman meniki. Seni yaxshi ko'rish gunoh. Yaxshi ko'rish yo'q. Mal bir qitim fursatmas bo'lib, birli qitim. Mumkin emas. Mumkin bo'lmaydi. Senmi qizolar, menmi qizolar ikkimizniki yaxshi ko'rish mumkin emas. Mal birli qitim fursatmas Zubayda. Rifat ikkimiz patlarda to'y qilamiz. Men Rifatni yaxshi ko'rman. Bunimki men izdigochiman. Lekin men seni yaxshi ko'radigan tursam, Zubayda to'xta. Rifat keldingizmi? Ben Rifat emas, Nadire'men. Ovozim to'nimayotamsa. Nadire? Rifat qani? Rifat yonimda aroq ichib qiriqqida. O'zining xudinimi, nariligini bilmaydi. Nima maqsadingiz seniki? Nima ish qilmoqchisan? Benim ishxona maqsadim yo'q sizlarda. Avlod takatdan daftarman. Sen Rifat bilan birga kunda birga tomoq yeysan. Sen meni o'ylab qo'ydingmi?
Bo'ldi, endi hammasi oxirlashidi. Rifatmi bu dunyoning ketidi, menni ketaman. Sen Rifatni endi ko'ramaysan, bildingmi? Telefon qilib bo'lma. Voy. 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 Ben bırak şerbetini küçüğünü kayturduğuna geçmiş şerbete yarlap beri hazırlan. Pek ciddi lazım olup kaldı bulamdı. Sherbet? Bundoq sherbet yo'q. Bundan şerbet yok ama canı takışıda çok buluş gerek. Mina maf demiş ve mina tost demiş yolda yollarını hazır canı takışıda hazır yarlap hem söz bulmayla üzdünüp kalay. Hoşup kalay. Hiç bul kesin meylim eski birey. Hiç bul kesin meylim eski birey. Biraz saqlab tur. Hey! Demiş kaçsız. Lütfen bana suyunu bir adı bana yaşım şerbeti yarlap bir lazım ha. Bundoq sherbet yo'q. Bundan şerbet yok ama bana çok buluş gerek hazır canı takışıda çakacak kılma bunda. To'xtang, men sizga shu azal bo'lmish turbunun suyini qashlab beradi. Yağan! Çok buluş gerek canı takışıda eğer kuşuna çakacak kılgan bolsanız ben sizi takçılmadım. Qarang, bu dunyoda bu azalda bundaylik hissatli sherbet, suyugi sherbet narsa azal mavjud emas. Men shu suvni olib beryapman haqiqatan. Onda osman toncu kızım işe vakti bütün balanağımız ben yupurulup geldik o. Butun hozir oyoq qarab yo'q. Ularamiz meni odamlarim. Onda osman işi pişkandan bağa vakti bütün hizmetleştirime başka cümamız geldik o. Bu degan siz o'zingiz bo'lgan ishlaysiz oshqonligi, siz o'zingiz bo'lgan ishlaysiz oshqonlik uchun hamma yaxshi ko'ramlab ketdi. Emisi Nadire, John Nadire işkentkimin yaxşı görüp hadif kotamsın. Bu Nadira deysiz, başınız mı pul verib o'rlashdan qilsalar. Başınız? Ha, nerede bir qizal yaxshi ko'rib qoldi ashva. U shu sherbetni uchun siz ishontiruvchilik qilsang ishrob, siz yaxshi ko'rib qiyobat kirib olganda. Adaş bu usul akamda o ya. Aqdu adash bu usul. O burunmu nurg'ulg'amish ishonch yo'qotgan odamlar kelgan. Mush usul orqali ashlar o'ziga bo'lgan ishonch tepib oldi emasmi? Uning ustiga Zubayda o'zini sanilsa, mush usul orqali xizmatga o'ziga bo'lgan ishonchni topa oladi emasmi? Amsa nima qilamiz? Bekardan bekar bir qiz olib ketilib adaş. Ya adash, bu muhabbatga ajoyib bir narsa bu. Biz orsiq o'g'il bo'lsak qo'ysaqmi bo'ldi. Ammo bu Zubayda o'zimi bir saddam chiroyli bir qiz bola. Bir o'g'il bo'lsak qo'ysak oxir texim murakkablashib ketadigan ish qildi. Zübeydanın apağın ikinci qitimlik şərifini mən qasdan içib aldım. Zübeyda bu qitim bütünlay işendi. Lekin siz tarafdan çataq chiqib qalsa bu ishlarning hammasi oshkorlandi hujumi. Bir azroq ishlayapti, sizlar parangizni. Ayoq o'tib parangizni. Mening ismim Zubayda. Boshliqning nazarida men uni ko'ziga qadalgan bir mix. Lekin mening ko'zimga men o'lmaydigan Nadira mixda ko'rindi. Siz ijarada o'tamdimi ishlar? O'tmadi. Başta chiqmaymiz, eng keyin chiqamiz. Siz uchun shundaymi? Başta bunda bir tarafdan ko'rish bermadi. O'takdigan yerga. Yo, keyin qo'shilurda men yo'q. Keyin kelgan vaqtida yana mushu mishada men masofa ayirmish tamdim ya o'tirman. Zubayda bilan men Nadirash burun Kun nurmayat ular. Hozir buyruq. Qo'shib turib. Qo'shib kashti yetib bura. Bu igiz boshliq mondo Maksimda endi bizimdan. Burun başqa men mo'shiltdi. Bu hozir orgofil. Ular. Oshta ishiltdi. Burun qo'g'riq bir yuzda bir xil deb buni. Burun po'yilchir yeshim chiqamaydi. Hozir liq rasm ko'nglimni film qilib aytdim. Ichimda siqib kunlik rasmlar va ularni.
Shu nemislik bolchilik qildi deyman. Otqashi bo'lib ketdi. Bir-biridan otgacha. Endi sizlarni bek jafo tortib ketdi deb qaranglar. Maqbal so'rab, o'rgofni ekilib, o'zimizning mas'uliyatlarimiz. Bizning ishib turganligimiz bilyapsizlar-da. Sizlar yaxshi ish o'tinglar. Yaxshi eshitdingiz lekin abay degan gaplarni biz anglab qoldik. Ya anlamani biz ham demoqchi o'g'limiz endi anar pishdi pul topolmadik. O'rgofdan bo'ldi. Voy bunda pul topmadim. Qo'shmalarda texnik. Mush o'rgofi bo'lmagan bo'lsa, odat attibashimiz oshkorinki. 80 yoshga kirgan mo'maydek chiqib, amaldagi bizning oqsillarimiz, pantozlarimiz odash yo'qot fuji qilib ketadi. Bizningki yuz terimizni ko'rayotgan xunuflashish, undan boshqa sarg'iyish, undan boshqa suv kamchil bo'lish, qardab ketish, mushu yuz terimizda ozuqlikning kam bo'lishining hammasidan oldini ola oladi. Bizga o'xshash chiroyli bo'lib ketadi. Shunaqa chipar qizlarning ikkinchi bo'limini o'rgofi yipakdalar asliq yuz yaptıqqa alaydi. Qo'lida deydi. Uning ustiga hozir ma o'rgofi mahsuloti vakolatchi qabul qilyapti. Qanday vakolatchi qabul qilyapti-da? Agar vakolatchi bo'lsang ham, seninki sayyoga boradigan 3 kunlik faoliyatga yaxshi qatnasha oladigan fursatdan bor. Sizlarning nima qatnashganlar bormi? Agar ashundan qiziqqan bo'lsanglar, bizniki telefon nomerimiz 155 0991 0991 ga telefon qilib surish qilsanglar bo'ldi. Bizning uylar nomerimizni qo'shib olsanglar, bizniki mulozimatchilarimiz mush o'rgofiniki eng yangi mahsuloti, ya'ni yuz chaplaq to'g'risida sizlarga ham cho'qur tushuncha ega